million so'radingiz. Xolasa million beradi. Xolasa 2 million beradi. Xolasa milliardlik ziyondan to'sib qo'yadi. Xohlasa trilliard qilib oxiratga olib qo'yadi. Qaysini sizlar yutkazyapsiz? Yo'q. Qaysini sizlar ko'proq yutyapsiz? Ha, yashang. Qiyomatga borganda bir mo'min banda tarozida turar ekan, Tuhoma tog'laridek keladigan katta miqdordagi savob bulut savob seniki deyiladi. Hadislarda shu ma'no bor. Hali banda xijolat bo'ladi. Buncha savobi yo'q uni. Biladi buncha amali bo'lmagan. Bu yerda bir xato bo'lyapti-yo. U ilohiy mahkama birodarlar, u yerda xato bo'lmaydi. Meniki emas bu deganda seniki deydi. Qayerdan keldi buncha savob? Dunyoda qilgan duolaring olib qo'yildi deydi. Duo qilaverish kerak.